Mana erkaklab ketgan bular bari mana. Mana. Hop. Mana erkaklab ketgan. Bu sabzilardan hosildorlik salkam 30% yo'qotilishi hozir taxmin qilinyapti. Nima uchun? Bu yerda asosan o'sha ekish davrida urug'ni tanlashda adashgan, ya'ni sifatsiz urug'lar olib ekilgan hozirgi holatda. Endi mana shu holat dalaning o'rtacha 30%larini tashkil qiladi deb prognoz qilyapmiz. Bu akamizni fermer xo'jaligiga, ya'ni yeriga kelganimizda sabzilar 60 sotix ekilgan. Bunda oldin ham kelganmiz. O'sha vaqtda Alternarius kasalligi bilan zararlangan edi. Bizlarning tavsiyamizga asosan ishlov berdi. Hozirgi holat ancha yaxshi, lekin urug'ni sifatsiz o'sha qo'ldan olganligi sababli mana shunaqa holatlar kuzatildi. Mana erkaklab ketganini. Hozir endi bu kishiga aytdik. Buni endi o'sha 30% mana shunaqa sifatsiz sabzilar hosil bo'ladi. Endigi holatiga mana shu turishiga nima tavsiya qilamiz? Bu yerlarda ko'rdik, mana barglarning o'sha uchlari qizarib, ya'ni binafsha rangga kirib qolganligini ko'rib turdik. Bunda asosan fosfor yetishmayotganligini noqsak bo'ladi. Mana bu yerda ham mana juda chiroylanib bo'libdi. Ko'rinib turibdi belgilari. Xo'p, bundan tashqari o'sha barglarda uch tomonidan sarg'aygani, yosh barglarda bu asosan endi azot yetishmayotganligini belgisi hisoblanadi. Bundan tashqari yana ayrimlarda barg uchlari qizarib quriyotganligi, ya'ni o'sha kalinium yetishmovchiligi mavjudligini alomatlaridan biri hisoblanadi. Endi bu dalaga biz hozir nima tavsiya qildik? Ya'ni o'sha PZN preparatlari bilan suspenziya qilish hamda azotli o'g'itlarni berishni tavsiya qildik. Ya'ni aynan PZN suspenziyasiga mikroelementlarni ham qo'shib sepishni tavsiya qildik. Xo'p, videoni boshida yuqorida aytib o'tganimdek, mana shu dalaga ishlov berilgan, aynan Alternarius kasalligi tushgan. Biz Mankalaxil preparatini tavsiya qilganmiz. Bunda juda yaxshi samara bo'ldi mana. Hozirgi holat ko'rinishi juda yaxshi, lekin endigi safargisiga, ikkinchisiga o'sha maxsus oziqalarni berishda tavsiya qildik. Mana shu holatda agar ishlov berilsa, xudo xohlasa, juda yaxshi hosilni olishi mumkin. Hurmatli dehqon akalar, sizda ham sabzilarda mana shunaqa holatda bo'lishini xohlamasangiz, sifatli urug' olishingizni tavsiya qilamiz. Aynan bu yerda agar shunaqa mahalliy urug'larni oladigan bo'lsangiz, erta bahorda, ya'ni fevral oylarida boshlab ekishni tavsiya qilamiz, chunki mana shunaqa kunlar isishi bilan bular mana shunaqa holatga kelib qolishadi. Agar siz sifatli urug'lardan olsangiz, jazirama issiqlarda ham bunaqa holatlar kuzatilmaydi. Bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.